Menda hech nima o'xshamayapti. Coca-Cola kompaniyasi birinchi yili atiga 25 dona butilka sotgan, ammo hozirgi kunda kompaniya 75 milliard dollarga baholanmoqda. Men juda charchadim. Mike Tyson maqsadiga yetish uchun tonggi soat 4 da uyg'onar edi va hozir u boksning yaqqol legendasiga aylangan. Lekin menda umuman pul yo'q. Jeff Bezos Amazon kompaniyasining asoschisi cho'ntagida atiga 7 dollar bilan birinchi ofisini ochgan. Hozirda uning kompaniyasi 300 milliard dollarga baholanadi. Nimadir boshlash uchun endi juda kech. Ray Kroc o'zining 17 yoshida qog'oz stakanchiklar sotar edi. 52 yoshga kelib McDonald's kompaniyasiga asos solgan. Bu videoni kimga jo'natishni siz yaxshi bilasiz. Menda hech nima o'xshamayapti. Coca-Cola kompaniyasi birinchi yili atiga 25 dona butilka sotgan, ammo hozirgi kunda kompaniya 75 milliard dollarga baholanmoqda. Men juda charchadim. Mike Tyson maqsadiga yetish uchun tonggi soat 4 da uyg'onar edi va hozir u boksning yaqqol legendasiga aylangan. Lekin menda umuman pul yo'q. Jeff Bezos Amazon kompaniyasining asoschisi cho'ntagida atiga 7 dollar bilan birinchi ofisini ochgan.